Assalomu alaykum aziz obunachilar, YouTube chorishqozlar. Sizlar bilan Diyor kanali. Bugun sanamiz 2025-yil 17-sentyabr haftani chorshanba kuni aziz obunachilar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Yazayvon tumani Yazayvon mol bozoridan. Xudo xolasa yana bolasi yerlari qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like, ekranni o'ng tomonda obuna bo'lish tugmachasi bor. O'shani bosib qo'ysalaring, videomiz sizlarga SMS tarqatib etib boradi. Aka buni bolasi nima aka buni? Nechinchi bola? Aziz obunachilar 3-bola bolani ovoz. Molimiz bo'yi 1.35 plus chiqadi. Aka nechta sut ekan bu? 20 litr sutga janovar yemlarga qaraylik. Mana. Orqa o'g'nilari ham juda joyida. Fermani bo'ladi obunachilar. Aka buni nechta qilishdi? 42 o'z nechta? 50 million narx aytilyapti, 42 million so'm savdosi bo'lyapti aziz obunachilar. Mana. Molni go'zalligi ham. Aka qiziqqanlar telefon nomeri aytiladimi? 77lik 408 15 68. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar aziz obunachilar. Mana yelinlari. Bu yangi tug'ibcha kelgan, bezlari ham aytadi, 2 kunlik bo'lsa. Mana. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar, kelishtirib beriladi. Aka bular egizmi? Bittasini ovoz, bittasi qo'nazmi? Nechinchi bola? 4-bola, zonashlar. Egizaydan so'raganlarga bittani ovoz, bitta qo'nasi. Nechta sutga aka bu? 15 litrdan olmayapti. Molimiz bo'yi 1.30 plus chiqadi. Mana. Qorasidan so'raganlarga. Keling. Bunga nech pul berishdi? O'zi nech pul berasiz? 40 million so'm narx aytilyapti ekan, 33-34 atrofida savdosi bo'lyapti ekan akalar. Aka qiziqqanlar telefon nomeri aytiladimi? 99lik 320 7401. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar akalar. Egizaydan so'raganlarga mana. Kelinlari ham 4 joyda uzun ekan, sog'ishdi. Aka buni bolasini ovozmi? Nechinchi bola? Birinchi bolani ovozidan so'raganlarga. Bolimiz bo'yi 1.40 plus chiqadi. Nechta sut ekan aka bu? 15 litr sutga deyilyapti. Yenilari ham o'qiydi. Orqalari ham 4 o'lcham, tekis molang. Keling. Bunga nech pul berishdi aka? Nech pul berishdi? Ya, jazmiz bunaqa. O'zi nech pul deyapsiz? 40 million. 40 million so'm narx aytilyapti mana. Aka qiziqqanlar telefon nomeri aytiladimi? Telefon nomeri aytiladimi qiziqqanlarga? Ayting. 50lik 50lik 051 051 75 78. Aka bu mesnimi yo rossiyskimi? Zot rossiyskiy, O'zbekistonda tug'ilgan variant. Mana akalar. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar, kelishtirib beringlar. Aka buni bolasi nima ekan? Nechinchi bola? Akalar birinchi bola bo'lani ovoz. Bu bolasi necha kunlik bo'ldi? 4 kunlik bo'zicha e'tibor beringlar. Mana. Nechta sutga ekan aka bu? 12 litr sutga deyilyapti. U yelinga e'tibor beringlar, 4 joyda akalar. O'qiydi. Bolimiz bo'yi 1.30 plus chiqadi. Qo'ldan kelgancha hamma olib ko'rsatib beryapman. Aka bunga nech pul qilishdi? Ikkalasini 70 ga ekan. 70 ga? Jubini 70 millionga so'rashyapti. O'zi nech pul deyapsiz bo'lsin o'ziga? Bular 38 deb. 38 million so'm narx aytilyapti mana. Hozirgi telefon nomeriga aloqaga chiqishaversin-a. Akalar ash ikkovi bitta. Mana. Juplab olaman deganlar yaxshi bor. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar, kelishtirib beringlar. Aka buni nechinchi bola ekan? Ikkinchi bola xonasi. Xona davom aka, necha oylik? Xonada 4 oylik akalar. 3 boshli so'raganlarga. Suti nechta ekan? 6 litr sutga, yenilari ham uzun. Molimiz bo'yi 1.25 plus chiqadi akalar mana. 3 boshli so'raganlar. Bu nech pul qilishdi aka? Nech pul qilishdi? 28,5. O'zi nech pul deyapsiz? O'zi 30 million so'm narx aytilyapti. 28 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti mana akalar. 3 boshli deydi. Mana. Aka qiziqqanlar telefon nomeri aytiladimi? Ayting. 99lik 999 79 76 96. 96. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar mana.
Aka buni bolasi nima ekan? Bolasi aka. Bolasi. Nechinchi bola? Birinchi bola akalar, bola xonachi. Molimiz bo'yi 1.30 kg chiqadi. Nechta sutga ekan aka? Nechta sutga? Bolasi ham yuradi. Bolasi ham yurar ekan akalar. Bular sortovoy sigirlar. Janovorlar. Nech pul qilishdi aka bunisiga? Nech pul? Chupini 50 million savdosi bo'lyapti mana. Chupini. O'z nech pul deyapsiz bunisiga? Sotadigan boshqami? Bunisini bolasimi? Xonajimmi bu? Nechinchi bola? Bu nechinchisi? Ikkinchisi. Mana akalar. Qonida bormi yo'qmi? Buni ham bolasi ham yuradi. Bu molimiz ham 1.30 pul chiqadi akalar mana. Aka qiziqqanlar telefon nomeri aytib o'ring. Telefon nomeri aytib o'ring. 91lik 130 66 77. Yo'q bo'lsa telefon qilaveringlar. Cho'g'ini olib tashab qo'yishlar ekan akalar mana. Aka bu nechinchi bola ekan? Birinchi bola novoz. Bola qanchalik bo'ldi janob? To'rt oylik novoz chetib olib beringlar. Akalar qonida bormi yo'qmi? Qonida 2 oylik. Mana, ola paroda so'raylar. Nechta sutga aka? 6-7 litr sutga deyilyapti. Yemlari ham o'qiyo'lan chiroyli ekan. Molimiz bo'yi 1.25 pul chiqadi mana. Birinchi to'qish akalar mana. Ola paroda so'raylar. Aka nech pul qilishdi buni? 31 million. O'zingiz nech pul deyapsiz? 40 million deyapti. 40 million so'm narx aytilyapti ekan, 31 million savdosi bo'lyapti ekan mana. Olasidan so'raganlar akalar. Aka qiziqqanlar telefon nomeri ayting. 77lik 071 071 25 22. 25 22. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar akalar mana. Yaxshi narsa ekan. Kelajagi bor. Yelinlari ham ko'r joyda janob. Aka buni bolasi nima ekan? Nechinchi bola? 3-chi bola xonachi. Nechta sutga ekan bu? Keling 10 litr sutga deyilyapti. Yelinlari ham to'r joyda. Svet so'raganlar. Molimiz bo'yi 1.30 pul chiqadi. O'ta yo'g'on ekan janob. Bunga nech pul berishdi aka? Nech pul berishdi? 31. O'z nech pul deyapsiz? 38 deyapti. 38 million so'm narx aytilyapti ekan, 31 million savdosi bo'lyapti ekan akalar mana molimiz. Qiziqqanlar telefon nomeri ayting. 90lik 779 9976. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Kelishtirib beriladi. Shvedidan so'raganlar. Bu shvedlar suti yo'g'li bo'ladi akalar. Bolasi necha kunlik bo'ldi? 1 haftalik bo'lsa. Mana. Bu nechinchi bola ekan aka? Ha, ushlab turibsizmi? Aka bolasi nima ekan buni? Nechinchi bola? 3-chi bola xonachi. Molimiz bo'yi 1.25 pul chiqadi. Nechta sut ekan tog'a? 10 litr sutga. Janavor yerlari ham o'ta go'zal ekan. Mana akalar. Buni savdosi nech pul bo'lyapti tog'a? 23 ga bo'lmayapti. O'z nech pul deyapsiz? 28 baho ekan. 28 million so'm narx aytilyapti ekan, 23 million so'm savdosi bo'lyapti ekan mana akalar. Xo'jalik bobidan so'raganlar. Tog'a qiziqqanlar telefon nomeri aytiladimi? Ayting. 90lik 531 84 35. Yo'qqa bo'lsa telefon qilaveringlar akalar mana. Yaxshi narsa ekan. Bitta xo'jalik bor. Mana. Aka bu nechinchi bola ekan? Ikkinchi bola xonachi. Molimiz bo'yi 1.40 pul chiqadi akalar mana. Nechta sutga? 15 litr sut. Yillari ham to'r joyda mana akalar. Molimiz o'ma go'zal ekan. Qorasidan so'raganlar. Aka nech pul savdosi bo'lyapti buni? Savdosi nech pul qilishdi? Nech pul qilishdi aka buni? 27 million. O'z nech pul deyapsiz? 30 million chekami bor deyapti. 30 million so'm narx aytilyapti. 27 million savdosi bo'lyapti akalar. Mana. Bolasi ham o'ta baquvvat ekan. Aka qiziqqanlar telefon nomeri aytiladimi? Bo'ldi, bozoringizni bersin. Nech pul berdingiz tog'a? Nech pul berdingiz? 200 ming so'm deyapti. 19 million 800 ming savdosi bo'lyapti akalar, va sigirimiz.
Molimiz bo'yi 1.25 plyus chiqadi. Mana Svetadan so'raganlar. Nechta suti bor ekan? 15 ta bor. 15 litrgacha sut sog'ib olinyapti ekanlar Svet. Mana. Bolasi xonasi. Nechinchi tug'ishmi to? 5-bola. 19 million 800 ming so'm savdosi bo'lyapti. Akalar yana bolasilar qo'ldan kelgancha yoritib berdi. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like, ekran o'ng tomonida obuna bo'lish tugmachasi bor. O'shani bosib qo'ysalaring, videomiz sizlarga SMS arz etib boradi. Xayr, salomat bo'linglar.